Uydan chiqmasdan turib haydovchilik guvohnomasini olish. MyGov.uz dasturiga kiramiz. Mana bu yerga keyin yozamiz. Chiqqanidan ustiga bosamiz. Xizmatdan foydalanish. Xizmat nimalarini ko'rib chiqamiz. Mana yig'im. Yangi haydovchilik guvohnomasini olish va eskisini almashtirish uchun to'lov 288.400 so'm. Yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini tiklash uchun to'lov 412.000 so'm ekan. Arizachi DXMga tashrif buyursa 1 ish kunida, pochta orqali yetkazib berilsa 2 ish kunida, sizga 2 ish kunida yetkazib beriladi ekan. Yangi haydovchilik guvohnomasini olish uchun ariza beruvchi fuqarolik pasporti yoki ID kartasini taqdim etadi. Bu xizmatdan foydalanamiz. Bosdik. Mana bu yerda mana shularni to'ldirib chiqasiz. Masalan, yangi haydovchilik guvohnomasini olish. Agar yangi guvohnoma olmoqchi bo'lsangiz, mana shu birinchisiga bosasiz. Yoki yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini tiklash bo'lsa, mana bu ikkinchiga bosasiz. Eski haydovchilik guvohnomasini almashtirish bo'lsa, mana bu uchinchisiga bosasiz. Mana bu yerga esa pasport JSHRni nimasini yozasiz, raqamini va keyingilarni bosib borasiz. Xullas, 2 ish kunida haydovchilik guvohnomangiz sizning qo'lingizda bo'ladi. Pochta orqali yetib keladi sizning qo'lingizda. Pochta xizmati 25.000 so'm.